ayol va erkaklarda infarkt bo'lganda belgilar farqlanadimi? Albatta farqlanadi. Erkaklarda klassik deymiz, to'sh orqasida og'riq, chap qo'lga, kurakka beradi. Erkaklarda ko'proq sovuq ter bosishi bo'ladi va qo'rquv bo'ladi. Hozir o'lib qolaman degan his paydo bo'ladi. Ayollarda esa sal boshqacharoq. Ularda ko'proq oshqozonda og'riq bo'lishi mumkin, ko'proq ko'ngil aynish, bosh aylanishi bilan kechishi mumkin va ularda ko'proq holsizlik bo'lishi mumkin. Nima uchun farq qiladi deysizmi? Bu albatta gormonal statusga bog'liq. Shuning uchun erkak va ayollarda bu simptomlarni sezib qolsangiz, darhol vrachga murojaat qilishni tavsiya eting.